Siz hayot kundan kunga o'zgarib boryapti. Odamlar orasidagi muomala madaniyati, ayniqsa birovlarning haqqidan qo'rqmaslik ortib boryapti. Agar biz buni yana qayta gapirmasak, ertaga bundan ham battarroq holatlar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz bu mavzuga to'xtalyapmiz azizlar. Alloh insonlarni bu dunyoda halol, pok yashashlikka, halol taomlanishlikka buyurdi. Qur'oni Karimda iymon keltirgan bandalarga nido qilib, Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil deydi. Ya'ni ey iymon keltirganlar, mol mulklaringizni o'rtada nohaq yo'llar bilan yemanglar deydi. Iymon keltirganlarga buyurilyapti azizlar. Siz bilan bizga, mu'minlarga aytyapti, bir-biringizni haqqingizni botil yo'li bilan yemanglar. Ya ayyuhan nas ittaqulloha va ajmilu fit talab. Ey insonlar, Allohdan qo'rqing va mol dunyoni go'zal yo'li bilan talab qiling deyapti. Har bir inson o'zini rizqini mukammal olmaguncha joni uzilmaydi. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Ya'ni har bir nafs o'ziga belgilangan rizqini olmaguncha bu dunyodan o'tmaydi. Shuning uchun belgilangan rizqni talab qilishlikda Allohdan qo'rqinglar. Agar o'sha belgilangan rizq kechiksa, mana shu holatda ham Allohdan qo'rqing va go'zal yo'l tanlang. Halolini oling, haromini tark qiling deyapti. Ey odamlar, sizlarga Alloh bergan rizqingizni olmasdan bu dunyodan ketmaysiz deyapti. Faqat buni halol yo'l bilan talab qiling. Kimdir boy, kimdir kambag'al, bu Allohning rizqi. Bu hammasi imtihon. Faqatgina biz shunday e'tiqodda turishimiz kerakki, men sababini qilaman, harakatini qilaman, lekin rizqimni Alloh beradi. Allohga tavakkul qiladi. Dengizlarda bir kunda tonnalab ovqat yeydigan kitlar, katta nahanglar borki, rizqini Alloh beryapti. Hech qaysi to'plab bir joyga zaxira qilib qo'ymayapti o'shalar ham. Har kuni Allohga tavakkul qiladi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar-ki, agar inson deydi xuddi qushlar kabi Allohga tavakkul qilishni bilganida edi, qushlar har kuni ertalab uchib ketib, kechqurun qorni to'yib keladi rizqini olib. Odamlarda ham Alloh taolo shunday qilardi deydi. Tavakkul qilishni bilish kerak. Allohga tavakkul qilib rizq topish yo'lida sababini qilamiz, lekin rizqni Alloh berayotganini fahmlash kerak. Shuning uchun halol tomoniga intilish kerak azizlar. Haromdan uzoqlashish kerak. Ayniqsa azizlar, bugungi kunda firibgarlik, birovning molini nohaqdan o'zlashtirish, tijoratda aldab ketish umuman juda ko'paydi. Bu haqida o'zi davlatimiz ham qattiq jon ko'ktiryapti. Prezidentimiz alohida o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha bir necha marotaba qarorlar chiqaryapti. O'zlari tashvishda yana qancha odamlar shuning orqasidan harakat qilyapti. U alohida bir tashkilotlar. Lekin bir narsani bilishimiz kerak. Mana shu birovlarning haqqini yeyishlik yoki poraxo'rlik, agar hozirgi tilda aytsak, korrupsiyaga qarshi butun xalq birlashishi kerak. Hamma haromdan hazar qilish kerak. Hamma. Ana o'shinda bu narsa yo'qoladi. Bo'lmasa bu yosh avlodlarimizni kelgusida qiyin holatga keltirib qo'yadi. Shuning uchun keyingi paytda o'sha yoshlarimizni alohida tarbiyasiga e'tibor berib, halollik darslari qilinyapti yoki bo'lmasa bitta yangi ibora chiqib qoldi, halollik vaksinasi degan. Mana shu halollik vaksinasi o'zi iymonda azizlar, taqvoda. Taqvosi bo'lsa, iymoni kuchli bo'lsa, hech qachon haromga yurmaydi. Imom Buxoriyda hadis keladi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar-ki, ala innalloha harrama alaykum dima'akum va amwalakum deydi. Ey ogoh bo'linglar, Alloh taolo sizlarni bir-biringizni qoningizni to'kishlikda va molingizni nohaqdan olishlikda harom qildi dedi. Qon to'kish bilan molini olishlikda birga qo'yyapti. Mo'min banda, musulmon banda deyapti.
bir-birini qonini to'kishlik va molini nohaqdan yeyishlik harom qilindi. Biz harom deganda faqatgina o'sha aytaylik ochiqdan ochiq bo'lgan hammamiz biladigan haromni bilamizda shuni mahkam ushlaymiz. Hali aytaydi-ku, o'zi mast bo'lib kirib yana bir narsa olayotganda halolmi harommi deb so'rab qo'yadi deydi. O'zi mast. Lekin bu harom deganda faqat cho'chqani yoki boshqani tushunib olib yo'q azizlar. Nondan halolroq narsa yo'q. Non eng halol narsa, lekin shu haromdan topilsa u ichiga harom bo'lib kiradi baribir. Shuning uchun ham juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Halol yegan insonda Alloh martabasini baland qiladi. Qarang, shariatimiz juda go'zalda. Alloh taolo insonga bir narsani amr qilib buyurayotgan bo'lsa, bu insonning manfaati uchun, foydasi uchun ham u dunyoda Allohdan mukofot oladi va Alloh unga shu dunyoda ham fazilat berar ekan. Yana bir hadisni sizlarga o'qib beraman. Rasulimiz alayhissalom aytibdilar: "Man akalal halala 40 yawman." Kim 40 kun halol taomlansa, shu parhez qilib, qattiq harakat qilib 40 kun halol ovqat yesa, halol yashasa, Alloh taolo o'sha bandani yuzini nurli qilib qo'yar ekan va qalbidagi hikmat buloqlarini ochib qo'yar ekan aslar. Qalbidagi hikmatlarni tiliga olib chiqib qo'yar ekan. O'shuning uchun ham taqvodor, Allohdan qo'rqadigan, halol yashaydigan insonlarni Alloh yuziga nur berib, so'zini hikmatli qilib qo'yar ekanda. Shunaqa ulug' zotlar, doimiy ibodatda, taqvoda turgan, duogo'y insonlar bo'ladi, bilsangiz, borib suhbatlashib rohatlanasiz. Yuziga qarab rohatlanasiz. Yuzida nur bor, so'zida hikmat bor. Nima uchun? Chunki u doim halol taomlanganda, halol yashagan. Ana shuning uchun halollikka harakat qilish kerak. Anas radhiyallohu anhu buyuk sahoba payg'ambarimiz alayhissalomdan so'ragan duolari bor. Anas radhiyallohu anhu so'ragan ekanlarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga duo qiling, men duosi qabul bo'ladigan bo'lib qolay deb so'rayotgan narsasini qarang, ajiba. Aytayaptilarki, menga shunday duo qilingki, sizni duoyingizning fazilati sabab men nima Allohga duo qilsam duoyim o'tsin. Shunaqa duo so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlar: "Ya Anas, atib kasbaka tujab da'vatuka" degan ekanlar. Ey Anas, luqmayni halol qil, duoying qabul bo'ladi. Fa innar rajula la yarfa'u luqma min al-haram ila fihi fala yustajabu lahu da'wa 40 yawman. Bilginki, agar bir banda bitta harom luqmani og'ziga solsa, 40 kun duosi qabul bo'lmaydi degan ekanlar. Shu halol yashasa, yuzini munavvar qilib, so'zini hikmatini, bulog'ini ochib qo'yadi deyotgan bo'lsa, bir luqma harom yesa 40 kun duosi qabul bo'lmas ekan. Nega duolarimiz qabul bo'lmayapti deb tashvish qilamiz ba'zan. Alloh bizni kechirsin, luqmamizga qarash kerak ekanda azizlar. Yeyotgan taomimizga, topayotgan molimizga qarash kerak. Alloh azza va jalla hammalarimizni tinchlikda, omonlikda qilsin. Rizqimizga barakot bersin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh o'zi mag'firat qilsin. Hammaga insof bersin. Adashtirmasin, shaytonning sharridan, nafsimizning ko'yiga kirib, birovning haqqiga xiyonat qilib qo'yishligimizdan Alloh saqlasin. Yurti elimizni tinch qilsin. Va sallallohu taala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar.